O'zingiz ham mana shunday rasmlarni jonlantirishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Tech domla kanaliga ulanib oling va bundanda foydali ma'lumotlarni bepulga o'rganing. Buning uchun Theory brauzerda Hi deb yozamiz. Ya'ni biz asosiy qilayotgan ishimiz mana shu Hi sun'iy intellekt yordamida amalga oshiramiz. Yana bu yerda e'tibor berishlaring kerak. Ya'ni mana Hi mana bu yerda ikonkasi, ya'ni higen.com saytiga kirdi. Kirganda albatta o'zingiz elektron pochtangiz orqali registratsiya va ro'yxatdan o'tib olasiz. Agar brauzerga o'zingiz elektron pochtangiz bog'langan bo'lsa, bu juda ham yaxshi ish bo'ladi. Chunki to'g'ridan to'g'ri Google orqali belgilab kirib ketish juda ham oson, registratsiyadan o'tish juda oson. Men avval ro'yxatdan o'tganligim uchun to'g'ridan to'g'ri kirib ketdi va bu Hi yordamida siz bepulga 3 ta yoki 2 ta video tayyorlashingiz mumkin. Xo'p, bu xuddi mana shu holatda xohlasangiz telefon yoki kompyuterda ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni saytga kirganingizdan so'ng mana shu holatdagi oyna ochiladi. Pastga tushganimizda mana foto to video, ya'ni bu yerga rasm orqali video qilish, quick avatar video, ya'ni ixtiyoriy bir avatar yaratib olasiz va mana shu avatar doim sizni ana shu videolaringizda doimiy siz matn beradigan bo'lsangiz, xuddi shu avatar sizga shu matnni o'qib beradi. Biz foto to video qismini tanlaymiz. Bosganimizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda asosiy e'tibor beradigan bo'lsak, upload photo degan qism bor. Bu o'zimiz o'sha avatarimiz yoki biz jonlantirmoqchi bo'lgan rasmni shu joyga yuklaymiz. Yoki mana bu yerda ixtiyoriy tayyor rasmlar bor. Ana shuni tanlasangiz ham bo'ladi. Biz jonlantirmoqchi bo'lgan rasmimizni mana yuklab oldik. Keyingi qism script qismi. Type your script. Bu yerga o'sha skriptingizni yozing deyapti. Va yana bir qulay tomoni mana bu yerda upload yoki record audio degan qism bor. Siz oldindan audioni yozib olib, ya'ni MP3 yoki WAV formatda bu yerga yuklasangiz bo'ladi. Yoki record audio qismini bosib, ya'ni mana shu rek qismini bosadigan bo'lsangiz, ovoz yozish jarayoni ketadi va bu yerda o'zingizning ovozingizni yozsangiz ham bo'ladi. Agar sizda tayyor audio, ya'ni kimdir o'sha shaxsni ovozi bo'ladigan bo'lsa, rekord mana shu yerdan upload qilib turib yuklasangiz juda yaxshi bo'ladi. Faqat e'tibor berasiz, mana bu yerda maksimal 30 sekund deb yozilgan. Ko'p sinadim, 30 sekundga ham bormadi, shu 24-25 sekundlar bo'lsa juda yaxshi bo'lar ekan. Va bu yerga skript yozganingizda ham o'sha skript uzunligi 30 sekund oshmasligi kerak. Keyinlar mana bu yerga skript yozib qo'yamiz. Ya'ni mana shu ko'radigan bo'lsak, ushbu matnimiz 201 belgidan iborat bo'ldi va uzunligini hali aniqlagani yo'q. Uzunligini aniqlash uchun mana bu yerda select voice qismini bosamiz. Ya'ni select voice qismini bosamiz. Bu yerda my voice degan qism bor. Siz agar pulli qismni bosadigan bo'lsangiz, o'zingiz oldindan mana shu voice tanlab olsangiz bo'ladi. Va endi bu yerga ko'radigan bo'lsak, mana shuncha ovozlar ro'yxati chiqdi. Ya'ni bu yerda o'sha o'zingiz ixtiyoriy play tugmasini bosadigan bo'lsangiz, ana shu odamning ovozi holatida matn o'qib beradi. Hey there, here's how I sound. Hope you like it. The right voice brings avatar videos to life. Hey there, here's how I sound. Hope you like it. Mana shu holatda. Bu yerda har xil ayol qizlar, Hey there, here's how I sound. yoshi katta insonlar ovozlari joylangan. Siz matningizni kim o'qishi, masalan, erkak yoki ayol kishi o'qisin va aytadigan bo'lsak, qanday yoshda, o'rta yoshdami, masalan, o'rta yoshda tanlab turib, filtrlab olib va undan keyin mana bu joyda imkon boricha o'zbek qismini tanlab olsangiz
imkon boricha bu ana shu o'zbekcha holatdagi odamlarni tanlab beradi ovozlar. Bu yerda masalan ixtiyoriy birortasini eshitib ko'ramiz. Salom. Mening ovozim shunday sizga yoqadi deb umid qilaman. To'g'ri ovoz avatar videolarni jonlantiradi. Mening ovozim shunday sizga yoqadi deb umid qilaman. To'g'ri ovoz avatar videolarni Salom. Mening ovozim shunday sizga yoqadi deb umid qilaman. Mening ovozim shunday sizga yoqadi deb umid qilaman. To'g'ri ovoz avatar videolarni Ixtiyoriy yoqqan ovozingizni tanlab olasiz. Yana bir e'tibor beradigan narsamiz, mana bu yerda globus rasmi chiqib turibdi. Agar shu qaysidir millatda bo'lsa, ana shu millatning bayrog'i chiqib turadi. Bu globus chiqqani o'sha ixtiyoriy hamma yo'q tillarda mana shu holatdagi nimasi turadi. Endi tanlab olganingizdan keyin mana play tugmasini bossangiz, mana shu matningizni o'qib beradi va eshitib ko'rasiz. Qanchalik to'g'ri aksentda aytyapti, aytmayapti. O'zingiz ham mana shunday rasmlarni jonlantirishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Tech domla kanaliga ulanib oling va bundan-da foydali ma'lumotlarni bepulga o'rganing. Bitta o'qitganingizdan keyin sekundi chiqadi, ya'ni 11.9 sekund. Va yana bir eng oxiriga e'tibor beradigan narsamiz, mana shu yerda ana shu inson o'zini qanday tutishi haqida nima yozsak bo'ladi, prompt. Ya'ni bu yerda o'zi namunalar beryapti yoki o'zingiz ixtiyoriy bersangiz bo'ladi. Mana bu degan bo'lsangiz, mana imkon boricha hop bizga chiqarib berdi. Ixtiyoriy bittasini bosamiz. Bu menga mana shu rasmga qaragan holatda prompt yozib berdi. Hop, mana ko'rdik, rasm joyladik, skript yozdik yoki bu yerga o'zimiz ovozimizni ham qo'ysak bo'lar ekan va audio, ya'ni ovoz, avatar ovoz tanladik va bu yerda mana shu joydagi insonning harakati qanday holatda bo'lsin, mana shu narsa yozildi. Va generate tugmasini bosamiz. Generate tugmasini bosganingizdan keyin bu mana shu videoni ishlash holatiga qarab balkim 15 minut yoki 5 minut, 10 minut vaqt olishi mumkin. Buni kutib turamiz. Bizda vaqtimiz, ya'ni skript vaqti kam bo'lganligi hisobiga tez tayyorlab berdi. Yana bu yerda play tugmasini bosadigan bo'lsak, mana shu videomizni o'qib beradi. O'zingiz ham mana shunday rasmlarni jonlantirishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Tech domla kanaliga ulanib oling va bundan-da foydali ma'lumotlarni bepulga o'rganing. Mana ko'rdik, yuzda ozgina o'zgarish bo'ldi, chunki hozir bu holatimizda yuz to'liq ekranga qaramaganligi uchun ozgina sun'iy intellektda shu yuzni aniqlashda xatolik bo'ldi. Endi eng nima tomoni, mana shu pastda bergan promptimizda inson yuzi imkon boricha bir xil holatda saqlansin yoki inson yuzi 100% saqlansin degan qo'shimcha prompt yozib qo'ysak, bu imkon boricha to'g'ri qilishga harakat qiladi. Maslahatim, qandaydir rasmni jonlantirmoqchi bo'lsangiz, to'liq yuz ekranga qaragan holatdagi rasmni olsangiz, videoni shuncha, ya'ni inson yuzi to'liq holatda saqlangan holatda bo'ladi. Va hosil bo'lgan videongizni mana bu qismdan yuklab olishingiz mumkin va uni xohlagan joyda foydalansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.